Keyingi gaplashadigan mushaklar guruhi musculi collilateralis, ya'ni bo'yinni lateral guruh mushaklari. Bu mushaklarni tuzilish jihatdan narvonga o'xshatgandik, shuning uchun ham narvonsimon mushaklar ham desak bo'ladi bularni. Ular o'ng va chapda 3 tadan bo'lib joylashadi. Ularning birinchisi musculi scaleni anterior, oldingi narvonsimon mushak, musculi scaleni media, o'rta narvonsimon mushak hamda musculi scaleni posterior, orqa narvonsimon mushak. Narvonsimon mushaklarning barchasi bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'siqlari, processus transversuslardan boshlanib, tolalar pastga qarab yo'naladi hamda birinchi hamda ikkinchi qovurg'alarga kelib birikadi. Har bir narvonsimon mushakni alohida ko'rib chiqamiz. Birinchi mushak musculus scalenius anterior, ya'ni oldingi narvonsimon mushak. Ushbu mushakning boshlanishi 3-dan 6-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'siqlarida joylashgan tuberculum anteriorlardan boshlanadi va tolalari pastga va laterokaudal yo'nalib, birinchi qovurg'ani ustki yuzasi facies superior costa primada joylashgan tuberostes musculus scaleni anteriorga kelib birikadi. Ya'ni aynan mana shu mushak uchun atalgan bo'rtiqqa. Mushakni asosiy funksiyasi bo'yinni oldinga qarab egish, ya'ni ventral fleksiyasini amalga oshiradi. Ikki taraflama qisqarsa va bir taraflama qisqarsa bo'yinni lateral fleksiyasi, ya'ni yon tarafga qarab egish funksiyasini bajaradi. Shu bilan birgalikda bo'yinni qarama-qarshi tarafga qarab buradi. Ya'ni rotatsion harakatini amalga oshiradi. Bo'yin umurtqalari harakatsiz turgan paytda ushbu mushak birinchi qovurg'ani yuqoriga ko'taradi va ko'krak qafasini kengaytirib, nafas olishda yordamchi mushak sifatida qatnashadi. Aynan shu mushak ko'rgandik, mana bu yerda joylashgan arteriya hamda vena subklaviyalarni o'rtasidan bo'luvchi topografik mushak hisoblanar edi. Ikkinchi mushak musculus scalenius medius, ya'ni o'rta narvonsimon mushak. Ushbu mushakning boshlanishi 2-dan 7-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarini ko'ndalang o'siqlaridan boshlanib, tolalari pastga hamda lateralga qarab yo'naladi va birinchi qovurg'ani facies superior costa prima, ya'ni ustki yuzasiga kelib birikadi. Ushbu mushak topografik jihatdan arteriya subklaviyaning orqasida joylashgan bo'ladi. Bundan oldingi mushakni ko'rgandik, musculus scalenius anterior arteriya subklaviyadan oldinda joylashgan edi. Mushakning birikishi aynan demak birinchi qovurg'aning yuqori yuzasiga to'g'ri keladi. Mushakning asosiy vazifasi musculus scalenius anterior bilan bir xil, ya'ni ventral fleksiyani amalga oshiradi. Ikki taraflama qisqarsa bo'yinni oldinga egish va bir taraflama qisqarsa lateral fleksiya, ya'ni yonga burish hamda o'zi tarafga burish hamda qarama-qarshi tarafga rotatsion harakatlarni amalga oshirar edi. Bo'yin umurtqalari harakatlanmay turganda esa birinchi qovurg'ani yuqoriga ko'taradi va nafas olishda yordamchi mushak sifatida qatnashadi. Va so'nggi narvonsimon mushak musculus scaleni posterior, ya'ni orqa narvonsimon mushak. Ushbu mushakning boshlanishi 5-dan 7-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarini ko'ndalang o'siqlaridan boshlanib, tolalari pastga hamda lateralga qarab yo'naladi va ikkinchi qovurg'a
costa secundani tashqi yuzasida joylashgan. Tuberostas musculus serratus anterior, ya'ni oldingi jismon mushakni kelib birikishi uchun hosil bo'lgan bo'rtqa kelib birikadi. Ushbu mushakni funksiyasi yuqorida ko'rib chiqqan ikkita mushagimiz, ya'ni musculus scaleni anterior hamda media bilan bir xil bo'ladi. Va ikkinchi qovurg'ani yuqoriga ko'tarishini hisobidan ko'krak qafasini kengaytiradi va nafas olishda yordamchi mushak sifatida qatnashadi. Va so'nggi mushaklar guruhi musculi colli profundi, ya'ni bo'yinni chuqur guruh mushaklari. Ushbu mushaklar guruhiga 4 ta mushak kiradi. Bular quyidagilar. Birinchisi musculus longus capitis, ikkinchisi musculus longus cervicis yoki musculus longus collis, kelasi ham bo'yinni uzun mushagi ma'nosini anglatadi. Uchinchisi musculus rectus capitis anterior hamda to'rtinchisi bu yerda ko'rsatilmoqda musculus rectus capitis lateralis, ya'ni boshni demak lateral to'g'ri mushagi. Mana shu 4 ta mushaklarni birma-bir o'rganib chiqamiz. Birinchi prevertebral mushak musculus longus capitis, ya'ni boshni uzun mushagi. Ushbu mushak 3-dan 6-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarini, ko'ndalang o'siqlarini tuberkulum anteriorlaridan boshlanib yuqoriga qarab yo'naladi va ensa suyagini pars basilaris qismini tashqi yuzasida joylashgan. Mana bu yerda tuberculum pharyngeum bor edi. Aynan mana shu tuberculum pharyngeumni dorsolateral qismiga kelib birikadi. Mushakning asosiy funksiyasi bo'yinni oldinga qarab egish, ya'ni ventral fleksiyasini amalga oshirish. Bu demak bilateral qisqarish, ikki tomonlama qisqarganda. Bir taraflama qisqarganda esa bo'yinni qarama-qarshi tarafga qarab burish. Ya'ni kontralateral rotatsiyani amalga oshiradi. Ikkinchi chuqur qavat mushagi musculus longus colli, ya'ni bo'yinni uzun mushagi. Ushbu mushakni 3 ta qismi mavjud. Ular quyidagilar. Mushakning yuqori qiyshiq qismi. Buni aytamiz pars obliqua superioris. Ikkinchi qismi pastki qiyshiq qismi, ya'ni pars obliqua inferioris. Pars obliqua inferioris. Uchinchi qismi bu mushakni to'g'ri qismi, ya'ni pars recta qismi. Har bir qismni o'ziga xos bo'lgan boshlanish hamda birikish nuqtalari mavjud va har bir qism o'ziga xos bo'lgan funksiyani amalga oshiradi. Shuning uchun ham alohida gaplashib chiqishimiz kerak. Birinchi qismi bu yuqori qiyshiq qismi, pars obliqua superioris. Ushbu qismni boshlanishi 3-dan 5-gacha bo'lgan, ya'ni S3dan S5gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarini ko'ndalang o'siqlaridan, protsess transverslaridan boshlanib, tolalar yuqoriga qarab yo'naladi va bizda birinchi bo'yin umurtqasini tuberculum anteriorga borib birikadi. Mushakni boshlanishi bizda origin, birikishi insertio yoki insertion qismlar deb qo'yamiz. Ikkinchi qismi pars recta, ya'ni to'g'ri qismi. Ushbu qismni boshlanishi pastdan 3-ko'krak umurtqasidan boshlab yuqoridan S5, ya'ni 5-bo'yin umurtqasini tanasigacha
qismlardan boshlanadi, ya'ni bu origin qismi va birikishi yuqoriga qarab yo'naladi. Ikkinchi, to'rtinchi servikal umurtqalarni tanasiga kelib birikadi. Bu demak insertion, ya'ni birikish qismi. Xo'p, ikkalasi ham tanasidan boshlanib tanasiga birikadi, pars recta qismi. Va uchinchi qismi, ya'ni bu pastki qiyshiq qismi. Ushbu qismning boshlanishi bu ham demak TH3 dan boshlanib yuqoriga qarab davom etadi. TH1 gacha. Mana shu qismlardan boshlanadi origin qismi va mushakni birikishi yuqoridan servikal 5 hamda 6 ni processus transversuslariga kelib birikadi. Buni insertion qismi. Demak, mushaklarning qisqarishi ularning funksiyasini belgilab beradi dedik. Har bir qism o'ziga xos bo'lgan funksiyalarni amalga oshiradi. Xo'p, mushaklar barcha qismi birgalikda qisqarganda, ya'ni bilateral qisqargan paytda demak bo'yinni ventral fleksiyasi, ya'ni oldingi egish harakati amalga oshadi. Agarda yuqori kranial qismi qisqaradigan bo'lsa, ipsilateral rotatsiya hosil bo'ladi. Ya'ni boshni o'zi tarafga qarab rotatsiya qilish, aylanma harakati. Pastki, ya'ni inferior oblique qismi qisqaradigan bo'lsa, bizda kontralateral rotatsiya bo'ladi, ya'ni boshni qarama-qarshi tarafga qarab burish funksiyasi amalga oshiriladi. Bundan tashqari, unilateral bir taraflama qisqaradigan bo'lsa, lateral fleksiya harakati amalga oshiriladi. Mana bu mushakni demak bajaradigan funksiyasi. 3 hamda 4 chuqur qavat mushaklari, ular musculus rectus capitis anterior hamda musculus rectus capitis lateralis, ya'ni boshni oldingi hamda lateral to'g'ri mushaklari. Xo'p, dastlab oldingi qiyshiq mushakni ko'rsak, musculus rectus capitis anterior. Ushbu mushakning boshlanishi birinchi bo'yin umurtqasi atlasning massa lateralisi hamda processus transversusini boshlanish qismidan boshlanib, tolalari qiyshiq yo'naladi va mana bu yerda joylashgan halqa mushagiga kelib birikuvchi tuberkulum faringeumdan tarzalda hamda lateralga kelib birikadi. Ya'ni darzolateral kelib birikadi. Qarama-qarshi tarafda ham. Ushbu mushakning asosiy funksiyasi boshni ventral fleksiyasini amalga oshirish, bilateral qisqargan paytda va bir taraflama qisqarganda boshni lateral fleksiyasini amalga oshiradi. Ikkinchi mushak demak boshni lateral qiyshiq mushagi, musculus rectus capitis lateralis. Ushbu mushakning boshlanishi processus transversusni yuqori kranial yuzasidan boshlanib, mana bu yerda joylashgan processus jugularis, ya'ni bo'yintiroq o'simtasiga kelib birikadi. Mana shu processus transversusni yo'q deb tasavvur qilasizlar. Mana shu yerda. Ushbu mushakning funksiyasi demak lateral fleksiyasini ta'minlash, ya'ni yonga qarab egish. Bular bizda chuqur qavat mushaklar edi.